أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ويكره Aslida juma kunda juma farz bo'lganlar, shartini to'ldirganlar juma o'qish kerakdi. Lekin uzrsiz uyda peshim o'qib qolgan taqdirda Hanafi mazhabining qarashida shu namoz shu chaqdagi farzga hisob bo'ldi. Gadindan shu farzni saqit qildi. Lekin bu kiraha tahrimiya bir ishni qilgan bo'ldi dedi. Va yukrah degani shu. Makruh deb mutlaq kelib qolsa, Hanafi mazhab ko'pincha kiraha tahrimiya dedi. Jaza degani shu hisob bo'lib ketdi, gadindan saqit qilyapti. Yani qayta ya jumani bo'lsin, ya peshim bo'lsin, bir narsa o'qish kerak emas degan. Va qala Zufar rahimahulloh la yajuz. Imom Zufar hisob bo'lmaydi, ya'ni bu namoz batil. Yani mush vasilda, ya'ni juma o'qishi kerak bo'lgan, shunda turg'uliq juma o'qimay, peshim o'qigan kishi haqida Hanafi mazhab ulamolari, ya'ni ashabuna hisob bo'lib ketdi dedi. İmam Zufar hisob bo'lmaydi dedi. Shunami? İmam Zufarning qarashi İmam Shafi'i, İmam Malik, İmam Ahmad va Ishaq va Davud va Thawri jumhurning qarashi. Yani bu yerda talashtash bo'lgan masala ikki o'rinda. Birisi asli farz bo'lgan namoz zali qaysi buni bekitishda. Yani bir mazhabdagi ulamolarning qarashi bo'yicha aslida farz bo'lgani peshimdir. Va aqimus salata liduluki shams. Kun qayrilishi bilan o'sha peshimni o'qi dedi. Bu har kunda bunda peshimni o'qish kerak aslida. Kelib bilan juma kun kelgan chaqda peshimning o'rnida ma jumani o'qiysa deb peshimning o'rniga dastlabganda bir ahvol bo'ldi dedi. Yani ko'pchilik olimlar yo'qmi shu vaqtda o'qish kerak bo'lgani asli juma dedi. Asli juma. Yani juma o'qiganmay qolsa uning o'rniga peshim dassaydi. Yani asli qasidda degan masala hozir. İkinci mesele cuma o'qimay peshimni o'qib qolsa hisob bo'lamdi bo'lmam degan ma'azirqa biz kitobda bayon qilganmiz. Yani bir mazhab aqimus salata liduluki shams degan oyatni dalil qilgan bo'lsa, jumhur ulamolar fas'au ila zikrillah degan oyatni dalil qilgan. Qala va asluhu al-ikhtilafu fi fard al-vaqt. Bu yerlik talash tortish nega ko'rib taqiladi desa, aslida mush vaqtda yani cuma günü kun qayrilgandan keyin asr vaqti kirganga qadar mush oraliqda farz bo'lgani qaysi namoz degandagi talash tortishga berib taqiladi. Qala Abu Hanifata va Abu Yusuf rahimahumulloh va zuhr. Bu ikki imom aslida bu yerda farz bo'lgani peshinti. Lakin al-abda ma'murun bi isqatihi anhu bi ada' al-jum'a. Lekin banda jumani ado qilish orqali peshimni gadindan saqit qil deb buyurilgan dedi. Yani asli qoida peshin demak. Juma shunda bir juma kunga udil kelib qolganlik uchun peshimni qo'yibdi, majmuni o'qi degandek bir buyruq bor. Va qala Muhammad wal jum'atu li'annahu ma'murun biha. Imom Muhammad shu vaqtning farzi juma debdi. Chunki fas'au ila zikrillah deb buyurdi. Wal fard wal ma'mur bihi. Ay buyurilgan narsa shu farz bo'ldi. وله أن يسقطه بالظهر الرخصة. Lekin farz bo'lgani juma bo'lsa, lekin jumani o'qimay peshim o'qib qolsang mayli bo'pti degan bir ruxsat bor edi. Undan keyin biz hozir Imom Muhammadning qarashini yani tasavvurini olsaqmi, Imom Abu Hanifaning, Abu Yusufning tasavvurini olsaqmi, bunning natijasi o'xshash chiqadi. Yani hisob degan gap chiqadi. Lekin tahlil qilish usuli o'xshamadi. Imom Muhammadning birinchi tahlili shu. İkinci tahlili ve anhu yani İmam Muhammed degan yana bir rivoyatda bundaq tahlil qilgan. Annal farda ahaduhuma la bi'ayni. Farz mush ikkisining biri, lekin muayyan ma'ud diymaymiz dedi. Ve yata'ayyanu bi adaihi. Ash banda qaysini qilsa, shuni qilishi bilan birisi muayyanlashib ketadi. Mesela kafaratni 3 ga ixtiyoriy qo'yib qo'ygandek, banda birisini qilishi bilan gadindan saqit bo'lib ketdi deganga o'xshash. Li'anna ayyahuma adda saqata anhu al-fard. Chunki qaysi birini qilsa, gadindan farz saqit bo'lib ketadi.
فدل أن الواجب أحدهما. Bunda olgandikan bu ahvol vojib bo'lgani ash ikkisining biri deganni ko'rsatdi. Imom Muhammaddan kelgan ish xil tahlil va Shayxondan kelgan tahlil hammasi natijasi o'xshash. Ya'ni gadindan saqt bo'lib ketdi demoqchi. Va inda Zufar va jumhur ulamolarning nazarida val juma, ya'ni hozir bu juma kunida kun qayrilgandan keyin o'qish kerak bo'lgan namoz juma. Fas'au ila zikrillah degan bo'lgan. Va zuhru badalun anha fi haqqil ma'zur. Yani uzrlik bo'lib qolsa, peshin shu jumaning o'rnida turibdi. Li'annahu ma'murun bil jum'ati manhiyun anil zuhri. Chunki u jumaga buyurilgan, peshin o'qishdan cheklangan. Fi haqqil ma'zur va fi haqqi g'ayril ma'zur. Fi haqqi g'ayril ma'zur, albatta. Ma huwa zuhr badalun anha fi haqqil ma'zur dedi. Ya'ni bu uzrlik bo'lib qolgan ahvolda bunday, asli qoida qilish kerak bo'lgani shu juma. Hamda adras juma degan gapdan tatib ulab o'qsan, li'annahu ma'murun bil juma manhiyun anil zuhr. Fa idza fatatil juma, juma qo'ldan ketib qolsa, umira bil zuhr. Jumaga ulgurolmay qoldi masalan, yoki juma o'qishga sharti to'shmay uzrlik sanalib uyda qolib qolgan ahvolda peshin o'qiydi. Ya'ni bu yerda bir xil ixtiyoriy, xalsan uni qil, xalsan mana o'qi deydigan, bunda bir ixtiyor qo'yib bergan ahvol yo'q. Cho'qim birisi qilishga buyurilgan ish ki uni hamda qo'ldan ketib qolib ulgurolmagan ya o'qiyolmagan ahvolda undan peshin o'qiydi. Va hada ayatul badaliyya. Bu shu peshinning jumaning o'rniga dasaydiganligining alomati shu. Ya'ni ixtiyoriy degan bir ahvol yo'q. Bu jumhurningki tahlili. ولنا يعني دليل الأصحاب أن التكليف يعتمد القدرة. بندقى إبادة إسلام تكليف قلش بلن قربتك باغلقش. والعبد إنما يقدر على أداء الظهر بنفسه دون الجمعة. Yani bende peşimde öze qara qilib bilan o'qiydim, o'qiyoladigan namoz shu. Lekin juma unda o'qiolmaydi. Chunki jumaninki nurg'un shartlari va boshqalar bilan chetishlik tarafi bor. لأنها تتوقف على شرائط تتعلق باختيار الغير. Başqalarımız yig'ilib, imomdan birisini tanlab, sultonning ruxsat qilib, shu o'rinda Misr bo'lish kerak. Nurg'un shartli bo'lsa, andan o'qiy oladi. Lekin peshimni o'z qo'boblan o'qiy oladi. ولهذا لو فاتته الجمعة أمر بقضاء الظهر للجمعة. Şuna cuma qildan ketib qolsa, cuma o'qing deb buyurilmaydi, peshin o'qing deb buyurildi. Chunki jumaning sharti ko'p bo'lg'achqa. Va yajuzu an yakuna al-fardu az-zuhra. Biz degandak, bu yerda farz bo'lgani peshin bo'lishi mumkin. Ya'ni juma emas, peshin bo'lishi mumkin. Peshin bo'lib, lekin va yu'maru bi taqdim g'ayri. Asla farzi peshin, lekin bir ahvol bo'lg'achqa, ya'ni kun juma bo'lg'achqa, alohida bir kun bo'lg'achqa, bugun peshin o'rniga juma o'qigan deb odatdan sirt. Bunda bir alohida ahvol bo'lg'achqa buyurilgan bo'lishi mumkin. Ka inja'il g'ariqi axiral vaqti qabla as-salat. Buning dalili qiyos, xuddi namozning vaqti chiqishga 5 minut ya 10 minut qolgan bo'lsa, shu holat biz namoz o'qishimiz farz bo'lib ketdi-ku. Hanifiy mazhabda namoz farz bo'lib ketgan chaq oxir vaqt. Shu chaq zot o'qimasang bo'lmaydi. Lekin dastlabki vaqtda asal kechiktirsang mayli degan azochilik bor. Yani mushaqda biz namozni o'qiylik deb quloqqa qilib deb tursak, biraylar g'arq bo'lib ketib bordi. Ya bir ushaq olib jihadni tushib ketgili qopti, ya mashina basvag'il qopti. Bunda bir ahvol bo'lsa, biz namozni qo'yib turib, insonni qutqizishga yugurdik. Ma peshim juma masalasi asli peshinni o'qish kerak bo'lgan namoz. Lekin ya bir alohida ahvol bo'lg'achqa, ma peshinni qo'yib turgan juma o'qigan degandi. Bu namoz o'qib, juma o'qib Cuma o'qib bo'lgandan keyin shu peshinni o'qimaydi uni. Tamam? Ha, ya'ni gardinni saqt bo'lgandan keyin o'qimaydi. Cuma o'qishni bir alohida ahvol yuzlagan kishi o'xshatgan ekan. O'qish bo'yicha alohida ahvol bo'yicha jumani o'qisa, alohida ahvolga kirib turgan ekan. Oddiy bir ahvolni peshinni boshqa o'qish to'g'ri bir qiyos o'qiladi. Yo'q, bunda qiyos qilsa, shu chaqda ashadam namozni o'qiyagan bo'lsa, namoz joyida bo'lib, gardini saqt bo'lamdi, bo'ladi. Lekin sen namozni qo'yib, buni qilsang bo'lmamdi deb topmalarni pishiradi, nima?
Undan ekan namoz bo'ldi deydi bu. Namoz bo'ldi. Lekin ma jiddiroq ishni qilishing kerak-da aslan, avlaviy masala soatda degan tarafdan sen makruh ish qilding. Masala shu. Qala fa in sha'a an yusalli al-jum'ata ba'da zalika batalat zuhruhu bis-sa'i. Juma farz bo'lgan uzrsiz kishi uyda peshinni o'qidi, jumaga chiqmaydi. Peshin o'qib bo'lib, imom xutba so'zlayotganda o'tirib jumaga chiqayya deb jumaga minibdi. İmam Abu Hanifa rahmetullahi alayhining qarashida jumaga shundan minish bilan uyda o'qigan peshin bekavlab ketdi deydi. Wa qala sahiban la tabtulu ma lam yadkhul ma'al imam. İmam bilan billa jumaga turgan chaqda ondan buning uyda o'qigan peshimi bekavlab ketdi. Ya'ni quloqqa qilib turgan chaqda ham ondan bekavldi. Lekin masjidga mangan chaqda bekavlab ketmaydi. Balki bu masjid ketib o'tib, keyin bormay uyga qaytib ketishi mumkin. Ana peshim o'qib qo'ygan kim bo'ldi yerda. Mushu qarash, ya'ni sohibanning qarashi Imom Shafiy rahmatullohi alayhining qarashi shu. Li'anna as-sa'ya shartun ka satr al-awra. Chunki sa'i qilish, ya'ni bu sohibanning tahlili, sa'i qilish va tahorat qilish bu namozning mohiyatining bir qismi emas, namozning sirtidagi bir shartlar deydi. Undan namozga quloq qoqsa, jumaga tutish qildi bu, jumaga kirdi deb, peshim bekavldi deydi. İmam Abu Hanifa rahmetullahi alayhining tahlili anna as-sa'ya min fara'idil jum'ati va khasa'isiha lil amr. Jumaga sa'i qilish jumaning farzlarining bir qismi, namozning ruku sajdalarida ayrilmas bir qismi deydi. Va khasa'isiha lil amr. Ash oyatda fas'au ila zikrillah degan bo'g'achqa jumaga xas bir farz ish mavjud. Aksicha 5 vaqt namozda buning ta'tiri bor. 5 vaqt namozda sa'i qilsa bo'lmaydi. İza ataytumus salata fa'tuha wa antum tamshun wa la ta'tuha wa antum tas'un wa alaykum as-sakinatu wal waqar kama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Degan bo'g'achqa sa'i qilmang degan bir nima. Ham jumada sa'i qilib oldirab manglar degan bo'lgan ekan, bu jumaning aloyidligi. Jumaning aloyid bir farzidek bo'g'achqa, jumaning mohiyatiga ayrılmaz bir parçadan ibaret bo'ldi. Vel ishtighalu bi fara'idil jum'atil muxtassati biha yubtilu az-zuhra kat-tahrima. Endi jumaninki jumaga xos farzlardan birisi bilan mashg'ul bo'lash peshimni bekor qiladi. Xuddi men hozir peshim o'qigan niyatidan yenib, rafd qilib uni jumaga niyat qilib o'qigan bilan o'xshash. Kat-tahrima ma'vazir qiyosga iborat, bu sahibanga ilzom qilmoqchi bo'lgan qiyos. Çünkü sahiban quloq qaqiblan juma tursa, peshin bekavldi. Undan mushu sa'yimo quloq qaqishdan ilgirki, ash quloq qaqish o'xshash bir parchasi mush jumaning. Ya'ni sa'i qilish bilan peshimni tashlab juma namoziga tutishib ketgandek bo'ldi deydi. Shunga jumaning oldidagi yana bir xos faoliyatlardan birisi xutba o'qishdi. Xutba o'qishdimi namozda gap qilmay jim turish kerak bo'lgandek, xutbada gap qilmay jim turish kerak bo'lgan. Bu jihatdanmi sa'i mushu jumaning alohida bir farz parchalardan birisi dedi. Qala va yukrahu li ashabil a'zari an yusallu az-zuhra yawm al-jum'ati jama'atan fil Misr. Ashabul a'zar kesal musafir degandek kishilar bular shahar ichida juma kuni peshinni jamoat bilan o'qishi makruh bo'ladi. Li'anna fihi ikhlalan bil jum'a. Chunki bunda o'qigan ahvolda juma kundagi musulmonlarningki faoliyatini igizbas qilish bo'lib qoladi deydi. Bir qalaymiqanchilik bo'lib qoldi. Farubbama yaqtadi bihim g'ayruhum, balki ularga juma farz bo'lgan kishilar iqtido qilishi mumkin, juma o'qitga o'xshaydi. Bixilafil qura, ama shaharlashmagan cho'l jaziralarda mayli deydi. Li'annahu la jum'at alayhim. Ular biz juma bu yerda o'qish kerak emas deb qaragan bo'lg'achqa, to'plashib namoz o'qiyotgan kishilarni ko'rib qolsa, peshim o'qiyotganda deb peshimga iqtido qiladi. Juma deb o'ylab qolmaydi. وقد جرى التوارث في جميع الأمصار والأعصار بغلق المساجد وقت الجمعة. Əsrlər boyu hamma yurtlarda, hər qaysı joylarda cuma vaqtida cuma o'qilmaydigan masjidlarni taqab qo'yish odati bo'lib kelgan. Masajid bu yerda cuma o'qilmaydigan masjidlar. Ammo cuma o'qiydigan jami, e'tikoh degandek cho'ng masjidlar ochiq va cuma o'qiladi. Undan boshqa kichik masjidlarni taqib o'tilgan ahvol bor deydi.
Ma annaha la takhlu an ashabil adar. Lekin amaliyotda shu masala va shu atrofdagi aholilar ichida uzrli kishilar cho'qim bor. Shunda turug'liq taqvo etganligi jamoat to'lab peshim o'qishga bo'lmaydi juma kunda deganni ko'rsatdi. Walawla al-karahatu lama ghalaqoha. Makruh bo'lmaydigan bo'lsa unda taqvo etmagan bo'ladi. Bu hamda bunda bir musulmonlarningki kundalik turmush faoliyati bir egizpaslik bo'lmasin, raqib maqsud deb o'rlashtirish bo'lishi mumkin. Qala va idza kharaja al-imam yawm al-jum'ati istaqbalahu an-nas. Imam juma kuni xutba so'zlashga minbarga chiqqan vaqtida jamoat imomga yuzlanib o'ltirdi. Misrdagi ahvolga o'xshash emas. Misrda imomga orqani qilib jamoat qarab o'tirgan odamlar tamoyilib, ya o'ng tomda, ya so'l tomda, mehrab tomda jamoat qarab o'tirdi. Bu yaxshi odat emas. Misrlikni yuqtirolmayman. Istaqbalahu an-nas, an-nas jamaa al-musalluna fil masjid. Bihi jarat tawaruf. Asr saadatdan ta'zirgacha mushunda bo'lib kelgan ish. Wastama'u wa ansatu. Quloq silib anglab jim o'ltirdi. Liqawlihi ta'ala fastami'u lahu wa ansitu. Allah shunda buyurgan bo'lg'achqa. Qalu nazalat fil xutbah. Mufassirlar mush oyat xutbada nozil bo'lgan deganlarmi bor. Bu tafsirning birisi. Ba'zi tafsirlarda namozda imom Qur'on o'qiyotsa, jim turib quloq solib anglang degan bo'ldi. Ya'ni ba'zi asbobun nuzulda namozda turib gap qilgan ahvol bor. Asli namozda turib gap qilish bor-ku. Keyin musulmonlar Habashistonga hijrat qilib qaytib kelgan chaqda gap qilmaydigan bo'lgan. Burun masalan namoz o'qiganda assalomu alaykum, va alaykum assalom deb qo'yib turaverdi. Keliblar menga shirkat o'qildinglar desa, men shirkat o'qildik deydigan. Sonra keyin andan inna hadhihi salat la tasluh fiha shay'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbihu va at-takbiru va qira'atul Qur'an degandak cheklamalar bilan cheklayotgan. Qanday bo'lsa fastami'u lahu ansitu degan mush oyat va idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun. Mush oyat xutba o'qilayotgan chaqda quloq solib jim turib anglang degan ma'noda. Ba'zi tafsirda namoz o'qilayotganda imomning qiroatini jim turib anglang degan bo'lib, o'zaldan Qur'on o'qimaydi. Uningdan boshqa bunda tafsirlar bor. Lekin endi umum ulamolar namozning sirtida Qur'on o'qilgan taqdirda anglash mustahab deb qaragan. Ko'pchilik ulamolar. Garchi namozning sirtini vojib deydiganlar bo'lsa-mu, lekin ko'pchilik ulamolar namozning sirtida bir yerdan Qur'on anglasak, anglash mustahab. Lekin anglamay o'zimizdan shu bilan jiddiy mumkin qilsak, mashg'ul bo'lib qolsak, gunoh yo'q. Ya'ni vojib emas. Ya'ni namozdan shida bo'lib qolsa vojib. Yani xutbaning ishidimi xutbani tinshash vojib degan mazmun chiqadi. Qala va man kana ba'idan la yasma'u. Imomdan jiroq o'tgan kishi, masjidning sirtida o'tgan yoki jiroq bo'lib, mikrofoni yo'q, xutbani anglamaydigan kishi bo'lib qolsa, bu kishi gap qilmay jim o'tiramdi, yoki Qur'on o'qib o'tiramdi, yoki kitob materiallari bo'lsa, ko'rgach o'tiramdi. Mushunda ulamolar ixtiloflashgan. Qila yaqra'u fi nafsihi bir qarashda ishida Qur'on o'qib o'tirdi. Wal asahhu annahu yaskutu lil amr. Ham to'g'ri qarashda, ya'ni mazhabdagi to'g'ri qarashda xutbani anglayolmay o'tirgan kishi ash buyruqqa asosan fastami'u lahu va ansitu degan buyruqqa asosan jim o'tirdi. Qur'onni o'qimaydi, kitobni o'qimaydi, jim o'tirdi. Ya'ni bu masala, ya'ni xutbani anglayolmaydigan kishi nima qilib o'tirdi degan masala. Anglashni biz maqsadli bo'lsin, maqsadsiz bo'lsin, anglasalam bu fiziologiyalik ishandi. Quloq shu anglasalam sami'a deymiz. Ya'ni anglayya deb salbiy kuchab diqqat qilib quloq solsak istima' bo'ldi. İftial vazni yani takalluf bunu bildirgan. Anglashga bir xil tirishish vardı. İnsat degan jim o'tirish. Bu odamda quloq solish bilan billa yani boshqa ish harakatni qilmay, bir narsalar bilashmay, gilamni tatilab o'tmay, ashunda jim o'tirishni insat deymiz. İmam Navoiymo al-istima'u huwa shaghlul qalbi bil istima'i wal isgha'i lil mutakallim wal insatu huwa sukut degan. Yani ulamoning hammasi jim o'tirib xutbaga quloq solish talab qilingan ish deydi. Targ'ib qilingan ish emas, targ'ib qilingan ish, talab qilingan ish.
Ana Hanefi mazhabda gap qilmay jim o'tirish vojib. Shunga sen Turkiya bizning diyorlarda bu xutba o'qilgan chaqda zodi tim tashlab ketadi. İmam Malik ve Ahmed'nin nazarida shunda gap so'z qilish harom, insat vojib, jim o'tirsa deydi. İmam Shafi'i jadid qarashida gap so'z qilish harom bo'lib kelmaydi, lekin insat sunnat, mustahab ish. Davud Zahiri'nin qarashi shu. Yani bir yerda ikkinchi talashda sho'g'an masala, birincisi ashun hukmi, ikkinchisi yani xutba anlamagan kishi nima ish qilib o'tirsa bo'ldi deymiz. Maktabda dizg'o bazı tabi'inlardan mesela Said ibn Jubayr, Nakhai ve Şa'bi bulardan rivayet qilinishicha bular Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi xutba so'zlagan chog'da paranglashib o'tirar ekan. Balki ham bu zolim bo'lg'achqa shunday qilgandi. Ana Hanefi mazhab imomlari imom xutba so'zlagan vaqtida jamoat ay namozda nimadan cheklansa xutba anglayotmi shundan cheklanish lozim. Gap so'z qilmaydi, boshqa ish harakat qilmaydi, boshqa salom qilsa qaytmaydi, shukrib qolsa rahmatulloh demaydi, jim turdi deydi. Chunki Alloh taolo fastami'u lahu va ansitu degan. Yana hadisda idza qulta li sahibika ansit wal imam yaxtub faqad lagawta. Shunama? Shunga salomni ilkelishmo, tashmitilatismo makruh deb qo'ygan. Yani İmam Abu Hanife rahmetullahi alayh salam qaytirish Qur'on Karimda buyurilgan ishda, lekin ig'zoki qaytirishni ko'ngilda, dilida alaykum assalom deganni bir dilida o'ylab, shunda dilida qaytirsin bo'ldi degan. İmam Abu Yusuf rahmetullahi alayh salam qaytirsin bo'ldi. Yani xutba anglab o'tib, masjidga kirganda assalomu alaykum deb kirsa, alaykum assalom deb qo'yib xutba anglab o'tasi bo'ldi. Tashmitlat qilsin bo'ldi degan. Bu hamda İmam Abu Hanife ve Abu Yusuf bu mutaqaddimlarning qarshi. Ana Hanefi mazhabga mutaaxirlarning zamoniga kelgan chaqda, mesela 220, 230, 250-yillarda oshgandan keyin anglayanmay o'tgan kishi haqida mutaaxirlar ixtiloflashgan. Faqala Muhammad ibn Salama al-Muxtar as-Sukut. Bunda bir qancha qarash bor ustozlarimizdan. Lekin biz shu jim o'tirishni tanlaymiz. Yani xutba anglamagan, sirt o'tirgan kishi jim o'tirdi. Qur'onni o'qib, yo kitob ko'rib, boshqa mashg'ullanmaydi. Chunki fastami'u lahu ansitu degan bo'lg'ach. Wa qala Nasr ibn Yahya yusabbihu wa yaqra'u al-Qur'an. Tasbih aytib yoki Qur'on tilovat qilib o'tasi bo'ldi dedi. Bu shu tasbih aytib Qur'on tilovat qilib o'tasi bo'ldi degan qarash Imom Shafi'ning qarashi. İlgirki sukut qilib o'tirish İmam Shafi'ning ba'zi shogirdlari tanlagan qarash. Lekin gap so'z qilsa bo'lmaydi deyapmiz bak. Gerçi onun haramlıqı ya makruhluğu da ixtilof bo'lsa-mu, gap qilishga bo'lmaydi. Chunki unda shu hadisning sharhida idza qulta li sahibika ansit faqat lagawta degan. Bu hadisda lagawta degan so'zni juma namozini bika qilyapti degan ma'noda deb sharhlagan ulamalar bor. Laga degan amaldan qoldiryapti. Algha deymiz-ku. Ilgha al-hajz aslan. Wal asahhu annahu yaskutu lil amr. Ash muxtar degan Muhammad ibn Salama tanlagan qarash ashu al-asah Hanefi mazhabda. Anglamay o'tgan odammi, anglayolmagan odammi jim o'tirdi. Lekin aslida juma namoziga burun berishga ahamiyat bildirish lozim. Chunki shu hadisda birinchi soatda borgan kishi tuga, ikkinchi soatda kala, uchinchi soat qo'y, to'rtinchi soatda to'xo, beshinchi soatda quchqach yoki tuxum dedi-ku. Bundan keyin andan imom xutbaga shunday chiqqandan keyin yozgan farishtalarni xutba anglashga o'tirdi. Undan keyin mikrofon bo'lmagan masjidlarda burroq berib, oldiroq o'tirib imomning xutbasini anglay oladigan yerga erishish uchun burun berish lozim. Qala va tukrahu as-salatu wal imamu yaxtubu. Imom xutba so'zlayotgan chaqda namoz o'qish makruh. Nafl namoz bo'lsin, tahiyatul masjid bo'lsin yoki sunnat namoz bo'lsin, namoz o'qish makruh. Li'anna al-wajib al-istima'u. Chunki vojib bo'lgan bu yerda oyatga asosan fastami'u lahu va ansitu degan bo'lg'achqa quloq solib tinshash vojib bu yerda. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. İmam minbarga so'zlash uchun chiqqan chaqda namoz o'qishim yo'q, gap so'z qilishim yo'q degan mush hadisga asosan
Yani bu hadis senecatın aciz. Lekin sahaba ve tabi'inlardan bu mazmundaki sözler kelgan. Bu meselede biz burunma bir to'xtalgan. Yani tahiyyatul masjid o'qish masalasida to'xtalgan. Yani mushqarash İmam Ebu Hanife rahmetullahi alayhining qarashi ve Hanefi mazhabining qarashi bu İmam Malikning Layth, Thawri ve cumhur salafi ve tabi'in muşlarning hammasining qarashi. Yani ulamalar hozir ikkiga bo'linib ketdi desak, birisini cumhur degili bo'lmaydi hamda. Bir qismi xutba so'zlayotgan chog'da namoz o'qishga bo'lmaydi dedi. Mushqarash Hazreti Ömer, Osman, Ali radhiyallohu anhulardan ve başka tabi'inlardan kelgan qarash. Bularning dalili fastami'u lahu va ansitu degan buyruq. Bu buyruq vojiblikni bildirdi. Nahotki bir vojib bir ish tursa, sen sünnet bilan yoki nafl bilan mashg'ul bo'lsang bo'lmaydi degan. Yani İmam Şafii ve Ahmed ve İshaq ve muhaddislarning ko'pchiligi tutgan qarash ennehu iza dakhala al-jami'a wal imam yaxtubu yustahabbu lahu an yusalli rak'atayn tahiyyat al-masjid ve yukrahu al-julusu qabla an yusalliyahuma ve yustahabbu an yatajawwaza fihima liyasma' al-khutbah. Xutba o'qilayotgan chog'da masjidga kirgan kishi chaqqarroq 2 rakat tahiyyat al-masjid o'qib, undan keyin xutbaning davomida anglashga o'ltirdi deydi. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. Bu seyyediz. Yani bir mazhabtikiler bu hadisga qarta bazı javoblarni bergan. İlgari biz buni to'xtalgan. Masalan, biz mush hadisni va Sulayk al-G'atfanining hadisini ammasımızda bizningki uzurimiz bor. Birinchidan oyatda va ansitu deb aniq buyurdi. Undan keyin boshqa farz bilan mashg'ul bo'lishga bo'lmaydi. Tahiyatul masjid farz emas. Yana idza qulta li sahibika ansit faqad lagawta deb ansit degan so'z jimbotta bunda qilma degan so'z amr ma'ruf va nahy anil munkar turug'liq amr ma'ruf va nahy anil munkar mushunda bir vojib ishni qilmaysan deganligi sünnet başka işlemi qilmaysan deganlikdan iborat dedi. Yani Sulayk al-G'atfanininkini tahlil qilishda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o namozni o'qib bo'lgan qadar saqlab turgan xutba so'zlamay Darqutni shunday rivoyat qilgan. Yana bir qarashda bu xutbaga tutish qilishdan ilgirki bo'lgan xutba o'qiy deb turgan vaqtda kirgan chog'da namoz o'qidi dedi. Shunga Imom Nasai buni bab salat qabla al-xutba deb bab qo'yib shu babda rivoyat qilgan va undan boshqa shunda tahlillarni qildi. Yana xutba degan namoz hisoblandi. Yani peshinning 2 rakatning o'rniga dasida emasmi? Yani keyin shu xutba so'zlayotgan chog'da shu xutbadan anglab o'tmagan kishi xuddi imom rukuga ketib qolsa, imom bilan birga ruku qilmay boshqa bir o'zaldi namoz o'qigan kishiga o'xshash dedi. Ondan biz o'tganki bablarda Hanefi mazhab tayangan bir hadisni ekelgan. Abu Davud rivoyat qilgan sahih bir hadisni. İsnadi bormi? Anna rajulan takhatta riqaban nasi ve Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem yaxtubu faqala lahu ijlis faqad adayta. Bu Abu Davud rivoyat qilgan sahih hadis. Bu yerda 2 rakat namoz o'qi deb buyurmadi degan. Hanefi mazhabning yana bir dalili mush qarashiga salaf solihlardan kelgan rivoyatlar. Yani salaf solihlarning ish izlari. Bularning istilol qilish usuli bu xutba so'zlayotgan chog'da tahiyatul masjid o'qimaslik Xulafa Raşidin ve salaf solihlarning zamoni keng taqilgan, shunda tunib ketgan bir ish deydi. Mesela İbn Shihab dedi, "Xurujul imam yaqta'u as-salat ve kalamuhu yaqta'u al-kalam." Yani Sa'laba ibn Abi Malik radıyallahu anhu dedi, "Kan Umar radıyallahu anhu iza kharaja lil-khutbati ansatna." Bunu İbn Abi Şeybe rivayet qilgan. Yani İmam Tahavi sahih sanad bilan rivoyat qilishicha Sa'laba ibn Abi Malik radıyallahu anhu dedi, "İnne culusal imami alal minbari yaqta'u as-salah." Qadi Ayyad dedi, "Kana Abu Bakr ve Umar ve Osman yemna'una min as-salati 'inda al-khutbah." Yana an Abi Sa'id al-Khudri yarfa'uhu la tusallu wal imam yakhutub. Yana ankara Umar ala Osman fi tarkihi al-ghusla. Hazrat Osman
Hazreti Ömer xutbasida aytgan chaqda aldirab kirib keldi jumaga. Lekin nimada kechib kelsa degandan men bir ish bilan mashg'uldim, shu azonni anglablam, tartiblam keldimsa, tartiblam keldimmi? Juyinim kelmay degan. Shu vaqalikda Hazreti Ömer Osmanni ish kerak o'qi deb buyurmagan deydi. Yana tabi'lardan Abu Qilaba jaa yawmal jum'ati wal imam yaxtub fajalasa wa lam yusalli. Bu saysanad bilan kelgan mushtabi'indan. Yana Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu dedi: "As-salatu wal imam ala al-minbari ma'siyatun." İmam Tahavi rivayet qilgan. Yana Imam Sha'bi Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivayet qildiki, anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "Idza sa'ada al-imam al-minbara fala salata wa la kalama hatta yafrughu." Yani Hisham ibn Amr rivayet qildi, "Ra'aytu Abdullah ibn Safwan ibn Umayya." Bu sahaba, sahabiyan deydi. Abdullah ibn Safwan ibn Umayya radhiyallohu anhuma dakhala al-masjid yawm al-jum'ati wa Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuma يخطب على المنبر وعليه إزار ورداء ونعلان ومعتم بعمامة فاستلم الركن ثم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم جلس ولم يركع. هذا مصحابنا الشيء. يعني عن عطاء قال: كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يكرهون الكلام والصلاة إذا خرج الإمام يوم الجمعة. تحاور رواية قيغان. وعن الشعبي والزهري وعلقمة وأبو قلابة ومجاهد يعني مشتابع لادن كاجن رواية أنهم لم يصلوا وقت الخطبة. نعم يعني بمذهب أشو جمهور يعني إمام شافعي وإمام أحمد رواية قيغان أشهدسنا رد قلشتا أش آياتك وباشقة سيدسلارك شندقلا سلف صالحlarının köpçülükünün iş izleriga ve sözleriga tayangan. Şıkıl qaraş yoldan biz xalsak o qarashni tutamiz, xalsak bu qarashni tutamiz. Ko'pincha shu imom so'zlayotganda kirib qoldi hal bog'o. Lekin shu xutbaninki aslida ahamiyati bak zo'r. Yani musulmonlarninki kundalik turmushida islom ko'rsatmasini yetkazib, yetaklab musulmonlarga haftilik rahbarlik qilgan bir ish bo'lgan ekan, aslida kishilar kirib tintas anlashi lozim. Va shuni amal qilishi lozim. Hozir ahvol nima bo'lib qoldi? Bu cuma o'qigan kishi 1 soatga yaqin 40 minut, 30 minut so'zlaydi. O gap shaqlab, xutba anglab, cuma o'qib chiqqan chaqda bugun immoqni manda dedi, voy buni diqqat qilsa qildi ekan degan bir narsa yo'q xalqning qalbida. O nima mazmunda so'zda uni unutib qolgan, yerini mugdab o'tkazayotgan bunda bir ahvol. Aslida cuma xutbasi zodi quloqni dim tutib anglab, bu manda bir ish varki buni diqqat qilinglar, buniki ma ishni qilmaylar deb yangi bir narsa uyg'unib hayotda tatbiqlaydigan narsa. Ba'zi kishilar bor, namozga kechki chiqib, ondan jim o'tirib xutba tinglayotgan odamni ishtib, beshidan atlab, oldiga kelib to'sab turib, imom to'sab turib, namoz o'qib. Biz hammadan tintas o'tiraqliq, bu alsabga bir arliq keliblam, Alloh bir namoz o'qib. Bu oxirida o'tganning diqqatini chachida buning ahvoli. Ham buni bir asl intizom bo'lish lozim. Sen kechib kelgan bo'lsang, sirtib vijod o'tilkayda o'tda. Agar olsat o'qiyman desang, burroq kelgin masjidga. Agar xutbani hadisda hamda qisqa o'qish ta'kidlangan bo'lg'achqa, qisqaroq o'qib qolgan taqdirda mush ahvolli bo'lmaydi. Hozir uzun o'qiydigan deb, aldirma 15 minut xutbaning vaqtini o'tkazib, chiqsamot aldirma ulgurma deb misrliqlama aldirma chiqdi. Lekin xutbani 10 minut o'qib, qancha juma o'qison, ikkinchi qatimda, masalan Turkiyadagidek, bizning vujudidagidek xutba o'qishdan burun sunnat o'qiydigan, nafl o'qiydigan chaqlarda o'tirib qoldi. Qala: "Wa law shara'a fi an-nafl qabla khurujihi sallama ala rak'atayn." Bu xutbaning muhimligi, xutba o'qilgan chaqda zodi ashuni anglashga tirishni ko'rsatgan bir hukm. İmam xutbaga chiqishdan burun, vaqt bor hozir xutba o'qimaydi deb nafl namozga ya tahiyatul masjid quloq qoqqan bo'lsa, 2 rakat o'qib bo'lguncha imom hozir xutbaga chiqdi. Allohu akbar deb imom xutbaga chiqqancha o'qildi, azon chiqdimi? Chiqqaniga biz g'achchida 2 rakat qilib bo'g'itimiz zaman bo'ldi qilamiz. Muhim bo'lgan xutba anglash. Fa in kana shara'a fi ash-shaf' ath-thani atammahu. Endi 3-rakatga tutish qilgan bo'lsa, imom xutbaga chiqqan chaqda uni chaqarroq to'liqli o'tadi.
ولو كان شرع في الأربع قبل الجمعة أتمها. Cuma namazının aldıda, Hanefi mezhebinin karşıda 4 rekat sünnet okuşba. Peşimge okşaş. Davanken peşimnin aldıdaki sünnetke okşaş, Cuma'nın aldıdaki 4 rekat sünnetke kulak kıqıp bağlan takdirde 4 rekatın tulup okutudu. قال وإذا أذن الأذان الأول توجهوا إلى الجمعة. Birinci azan okulgan çağda Cuma'ga yüzlenidu. Bu anda koça ve bazalda sohbet kılan, başka işler bilan meşgul olup işlerini, tirikçilik işlerini kılayotgan Cuma vakti kelsa barli deb tuğan cemaat. Yani bizninki şu 1 saat tuga 2 saat kala degan aşı hadisni Cuma'ga burun berishning fazilatini bayon qilgan hadisni tahlil qilishimiz olimlarning nusxalaridan o'xshamaydi. Bunu bazı alimlar azan to'lan, birinci azan to'langandan keyin birinci saatligini azan to'lanmas, dastlabki 5 minutda bag'ini tuga. Ikkinchi 5 minut bag'ini kala, uchinchi 5 minutda bag'ini qo'y deb bunda birdamlik vaqtni 1 soat deb tushunsa, shunda 5 darajalik lahzalar chiqadi. Yani bazı ulamolar birinci saatligini bomdatdan keyingi, yani kun chiqqandan keyingi birinci saat davomiki kun chiqqandan keyin soat 6da kun chiqadi desak, masalan 6 bilan 7 ning oralig'i birinchi soat. Bomdatga 6 bilan 7 ning oralig'ida berib masjidda o'tirgan kishi to'g'ri taqdim qilgan bo'ldi. 7 bilan 8 ning oralig'ida kala, 8 bilan 9 ning oralig'ida qo'y, 9 bilan 10 ning oralig'ida to'qa, 10 bilan 11 ning oralig'ida quchqash yoki tuxum. Ayında tahlil qilsak, fazilatli ahvol, ashunda jiq savobga erishma, fazilatga erishma deb burun chirib boshqa ish yo'q. Asha o'tirib, zikr tasbih aytib, namozni saqlab o'tirgan kishilar. Buning ustiga juma kunda fiha saati ijaba. Bu alohida bir vaqt. Ba'zi ulamolar shu juma kuni bomdatdan keyin deyish mumkin, boshqa deyish mumkin. Lekin buning rajih qarash kun petishdan ilgariki shu 1 soat. Ya'ni shamdan ilgariki 1 soat vaqt. Shamdan ilgariki 1 soat vaqtda birasimiz juma kuni maxsus masjid kirib, ya uyda bo'lsin mayli, lekin masjid kirib masalan, masjidda o'tirib, zikr tasbih aytib, duo qilib o'tirib vaqtmi? Lekin bu soat ijobat. Yani duo ijobat bo'lgan chaq bu. Buni davomli qilmasaqmi, ba'zida fursat chiqsa qo'ldan bermaslik lozim. Salaf solihlardan juma kunida kun petishda ilgari chaqlarda maxsus o'tirib zikr qilganlar bordi. Başka mehmandorchilik, başka birisi kirib parang so'qaman desa unmaydigan. Meningma pursimni qo'limdan ketkizatma deb endi o'tirib oldilar. Birinci azan to'langandan keyin shu azanni anglagan aman jumaga sa'i qilishga boshlaydi. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah. Jumaga azan o'qildi, jumaga mangdi. وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون. İmam minberga chiqib o'tgandan keyin maznaqunum azan to'laydi. Albatta har bir masjid bir maznaqun azan to'lishi mumkin. Muadzinun maznaqunumlar azan to'lishi bo'ldi demak. Bayna yadayhi imamning oldida, ya'ni minberning oldida deydi. Diqqat qilaman. Mehrab tuturib emas, yoki munoga chiqib emas, yo o'ziga chiqib emas. Nima uchun? Nima uchun shu imomning oldida turib azan to'laydi? Bu anda shu sahoba kiramlarning zamonidan bunda qilinib kelgan ishlaymiz. Ham masjidning sirtidan qo'y ishida o'qidi shunaman. Ishida o'qishi masjidga kelib bo'lganlarni al-xutba boshlandi deb tayyorlik ko'rang deyishdan iborat. Namoz o'tirmang, diqqat qilib o'tiramda, xutbaga chiqmoqchi deyishdan iborat. Sirtlikni namozga chaqirish emas. Çünkü birinci azanda namazı çağırıp oldu. Yani ne için şu mihrabның oldida yer o'zi chiqib bo'lmaydi desek, şu çağdaki Xulafa Raşidinning zamonlarida aş imomning oldida to'lib ekan. Biz shunga aytishimiz. Shu baynaday degan gap shu. Wa azzana al-mu'adhdhinuna bayna yadayhi al-adhan ath-thani. İkinci azanni to'laydi. Ve huwa alladhi kana ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve Abi Bekr ve Umar radıyallahu taala anhuma. Muş ikinci azan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında to'lingan azan şu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında muş azanni imamning bayna yadayhi to'lamdi yoki o'ziga chiqib to'lamdi.
O'zi chiqib to'laydi. Odatda Bilal radhiyallohu anhu o'zi chiqib to'laydi-ku. Lekin shu chaqdamda masjidning atrofi shunda Allohu akbar deb azonning oyog'i tushib bo'lguncha hammadan masjidga yig'ilib bo'ldigan. Shu masjidning atrofida bir kichik bir mahal bordim. Lekin shahar kelib ketgandan keyin Hazrat Osmon tartib bo'yicha birinchi azonni paydo qildi. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذنا آخر يؤذن قبل جلوسه على المنبر. Osman radhiyallohu anhuning zamoni bo'lgan chaqda, kishilar ko'payib ketgan chaqda, uy turalg'illarmi masjiddan jiroqlab ketgan chaqda, ikkinchi bir maznaqnimni bekitib, minbarga o'ltirishidan burun azon to'laydiganga o'rlashtirgan edi. Undan keyin aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida bir azon to'laydi. Hazrat Osman radhiyallohu anhuning zamoniga kelgan chaqda boshda bir azon to'lab kishilar namoz qilinglar deb burroq bir namoz aydab, keyin minbarga chiqadigan chaqda bir azon to'lashga o'rlashtirgan. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamoniga azon to'lash vaqti shu minbarga chiqadigan chaqdagi shu azon shutdi. Fa iza nazala aqama. İmam minbardan tushgan chaqda takbir tushirdi. Aqama deb bir chikit qo'yibdilar. Aqama deb bir chikit qo'yib, bir to'xtatib, uningdan keyin maktabdigini as-sani va huwa al-mu'tabar debdi. To'g'risi fas-sani val mu'tabar. Undan keyin ikkinchisi val mu'tabaru fi wujubi as-sa'i va tarkil bay'. Shu azonni anglasak, ondan jumaga menish vojib bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonidagi shu birinchi azon shu dedi. Shu birdan bir azon shu dedi. Shu azonni anglagan chaqda namoz bilish vojib va so'zsatni qo'yish vojib dedi. Vaqila al-asahhu annahu al-awwal. Ya birinchi azon shu hisob bo'ldi. Ya'ni shu birinchi azonni anglagan vaqtimizda so'zsatni qo'yib jumaga menish vojib bo'ldi. İza waqa'a ba'da az-zawal. Albatta shu azon kun qayrilgandan keyin, jumaning vaqti kirgandan keyin o'qilgan bo'lsa, birinchi azonni olgan chaqdilar jumaga menish lozim. Yo'q, bu azonni Hazrat Osmon paydo qilgan Rasulullohning zamonidagi shu hurmatul bay', vujubus sa'i bo'lgan azon shu imom minbarga chiqadigan chaqda o'qilgan azonni hali so'zsat qilib mansaqing bo'ldi desa bo'lmaydi dedi. Nima uchun esa li-itlaqi qawlihi ta'ala idza nudiya lis-salati. Namozga chaqirdimi, chaqirmadi, chaqirdi. Undan keyin shu birinchi azon bilan so'zsatni qo'yib jumaga menib ketamiz. Qala fa idza atamma al-khutbata aqamu. Xutbadan tamomlab bo'lgan chaqda maznaqning takbir tushirdi, namozga turdi. Bu ham juma o'qish qoidasini bayon qildi. Lekin hozir hammadan soat bor, namoz vaqtini hammasi bilib keldi, soat mancha o'tgan chaqda o'qiydi deb. O'zi mikrofon bor. Bunda ahvol bo'lsa, Hazrat Osmon o'ylagan o chaqdagi diqqat qilgan ishlar bo'lmagan ekan. Hali kep bulanmaydı, kechikib qoladi. Degan ish bo'lmaganki, hozir Hazrat Osmon paydo qilgan azonni elitib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamoniga bir azonni qo'yib qo'ysak bo'ladimi, bo'lmaydi? Misrda ba'zi masjidlarda bir azon o'qiydi. Ba'zi masjidlarda mihrab esamaydi. Buni masalan xutbani chiqib bilib, hamon o'qishmoqlar Xudoda qaldib shuni o'qmasdan qolishga boshqa bir dalilga olsa aql. Yo'q, bu hamda shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning va xulafa rashidinninki qilgan ish izlariga ergishishdan iborat. Balki hamda orliqda o'tirib o'tish, imom bir dimini o'ylab, ba'zi bir zo'r gapni unutib qolmasdan bir o'tirib, bir o'yin o'ylab, uningdagi ikkinchi qatimda mag'ibni ta'kidlasam bo'lmaydi deb qo'yib deyish uchun bo'lishi mumkin. Yo ustabga o'tirib suv ichish, dimini o'ylashdan iborat. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam anda xutbalikda o'tiribdi degan muttafaqun alayhi va imom Muslimningki Sayyid kelgan Jabir ibn Samura radhiyallohu anhuning hadislari bo'lgan ekan, biz shu Rasululloh agishiyatdan anda o'tirib o'tishni sunnat deb qaradik. Şafiyning o'zi 4-5 ming talab qilgan. Bularda har birisiga qo'yamda, ikkisini qo'shganda ajdan o'qis bo'ladimi? Bular ikki xutbaning mazmuni shu 4 narsadan xoli bo'lmasi lozim deydi. Ba'zi ulamolar 5-shartni qatib, ikkinchi xutbada ad-du'a lil mu'minin deb bir parchani qatqan. Hamda 5-bir tavsiqni yozilgan. Juma namozida ayt namozi bir-biriga chetishliqnoma. Bu bir haftalik ayt, yillik ayt desak, ba'zida ayt kuni juma kunga udul kelib qoladi. Udul kelib qolsa hukmining bo'ldi. Juma o'qimamdi, ya ayt namoz o'qimamdi.
Muşun bahs. Yani bunun bunda temasini sak, "Law sadafa al-eid yawm al-jum'a fama al-hukm?" Yine cuma günü yetib qoldi. Ha, shu juma kuni endi birinchi kuni bo'lib qoldi. Ha, hukmim bo'ldi. Burun bunda gap bo'latim. Juma kunida aytilib qolsa, podsho almishib ketadi deydi. Anladingmi? Ayna gap bo'latdi. Shunga hukumatmi juma kunida aytib qolsa, qasdan o'zgartiramiz ekan. Mujahidisdek bo'laqanmi sonda. Ha. Ha, aslida shunga bu topshiriq berishni o'ylagandim, lekin o'tgan bir qitim deb o'tdik-ku. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Dawud rivoyat qilgan va Sunan kitobida rivoyat qilgan hadislarda kana yaxtubu mu'tamidan ala qawsin aw asa deb kelgan. Ya'ni shu so'zlagan chaqda bir narsaga tayinib turib, hozirda minbarninki bunda tutqishi bor. Bunda qo'lni qo'ydigan yeri bor. Shunga qo'lni qo'yib turib so'zlaydi. Ba'zi ulamolar buningdan hikmat xutbasilayotgan odam qo'li u yerda o'ynab yursa bo'lmaydi. Jim turib so'zlash uchun. Yoki hamda xutba so'zlashni egizrak yordam qilgan yo tushib ketgan yo tamponligini o'qitib qo'ygan shu bo'lgandan bir tayinib turish uchun degan bo'lishi mumkin. Lekin hamda shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki ashunda bir narsaga tayinib o'qigan ahvollar bo'lg'achqa ba'zi ulamolar shunda asa yoki hamda yoki qurol binasini qilib bo'lmagan ekan shu kaltaktimni turishi Rasulullohga shu masalada agishimiz deganlikdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Jutdimi shunda obdan qishgan, chiroyli sirlangan tayoqlar shuni o'qiydi. Balki unda jihad maydonlarida shamsharni yoki tiklab qo'yib turib masalan, yoki Kalashnikov yoki masalan miltiq bundan asl tutib turib o'qishi mumkin. Rasulullohdan qolgan bir xil hay'atdan iborat. Cumaga shart bekitamasmi bular? Manda shart. Hamma mazhabda shartlar bor. Lekin ba'zida 3 shart, ba'zida 4 shart, ba'zida 6 shart. Hamma mazhabda 6 shart bo'lishi mumkin. Shu shartlardan biri topilmay qolsa, ko'ngil xotirjam bo'lolmay, bu juma joiz bo'lganmidi, bo'lmaganmidi deb ko'ngil xotirjamlantirish uchun keynidan peshma o'qitilg'ash bor. Masalan, Shafiy mazhabidan bormish. Ehtiyot etsin. Mesela bola bir şehirde bir mescidde cuma okuşu vardı da var. Şafi mazhabından da var ki ikinci katada okuyan mescidlerdekinin kabul bulmaya kalan gidip mesela Suriye'deki Şeyh Buti Cuma'nı bir okutayıp onunki peşini yani cemaatla okutaymış. Bu açıdan da ihtiyat tarafını bekrak tutup hatircem bulanmaya kalanının kıygaşı. Bizden değerimizde ihtiyat peşini okumuşsun bulduğudur. Cuma hesap. Cuma qilish uchun ilgirki xulafaning va imomlarimizning ruxsi hisob qilishadi. Hozir o'qishga ega deb qilinsa qat. Lekin bir aylan to'liq xotirjam bo'lmay o'qisa ixtiyoriy. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.